Libboy detaylinchilaring bilan gar o'ynayman. Mashindan zo'ri yo'q. Tashlashib ham qo'yasan-da, to'g'rimi? Ish bo'yichami? Olov bo'lib ko'rinib ketdi-da. Qara, sras kamerani yo'q qo'ydim. Nima deysiz mana? Buni ishlatdim. Bu yerda yanimda. UFC mexda qildim. Gap bo'lishi mumkin. Masalan, jinni polirovka. To'xta, UFC deganingga mana bu yerda kechaliklar qilganmiz, to'g'rimi? Dunyodagi eng zo'r meh. Bundan dodasi yo'q. Men senga 100% javob beraman. Libboy detaylinchilaring bilan gar o'ynayman. Mashindan zo'ri yo'q. Tashlashib ham qo'yasan-da, to'g'rimi? Ish bo'yichami? Sho'l polirovka bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Mana shu yerda Libboyni tashlashaman. Javob beraman. Ha. Baribirga manba zernoni ko'tarish bo'yicha ham, qoraytirish bo'yicha ham sho'l baribir nomer alayman. Bu o'sha yangilangan versiya ekanda. O'sha sezdim-da o'sha. Zo'r polirovka. Birinchi etapga ishlatmaganlar bo'lsa, bu yaxshi usta, necha yillik usta, mana ozgina grammlab berib yubordim, kompot bo'lib qoldi, mana kilolab olyapti. Bitta ishlatdim, voy joning sog' bo'lsin. Shunaqa duo qilib ishlatdim. Vaqtdan ham yutar ekansan, misol uchun. Shu polirovka va UFC mexi bilan Luboy polirovka va Luboy ustalar bilan tashlashib qo'ya olasan-da, to'g'rimi? Libboy bilan farqi yo'q. Vizovmi bu, nima deydi? Vizov mana qabul qilinglar, Vizov ketdi. Mana ko'kchaliklar mana mashina ishlatadi. Boshqa rayondagilar bilan, boshqa detaylinchilar bilan Libboy bilan tashlashamiz. Qattiq Vizov bo'ldi. Mana shu polirovka birinchi etap UFC mexi bilan Luboy usta bilan Luboy polirovka bilan tashlashaman deyapti. Faqat sof, halol urush janjallasiz, to'g'ri, hakamlar bilan bo'ladi, agar bo'ladigan bo'lsa. Libboy detaylinchilaring bilan gar o'ynayman. Mashindan zo'ri yo'q. Tashlashib ham qo'yasan-da, to'g'rimi? Ish bo'yichami? Olov bo'lib ko'rinib ketdi-da. Qara, sras kamerani yo'q qo'ydim. Nima deysiz mana? Buni ishlatdim. Bu yerda yanimda. UFC mexda qildim. Gap bo'lishi mumkin. Masalan, jinni polirovka. To'xta, UFC deganingga mana bu yerda kechaliklar qilganmiz, to'g'rimi? Dunyodagi eng zo'r meh. Bundan dodasi yo'q. Men senga 100% javob beraman. Libboy detaylinchilaring bilan gar o'ynayman. Mashindan zo'ri yo'q. Tashlashib ham qo'yasan-da, to'g'rimi? Ish bo'yichami? Sho'l polirovka bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Mana shu yerda Libboyni tashlashaman. Javob beraman. Ha. Baribirga manba zernoni ko'tarish bo'yicha ham, qoraytirish bo'yicha ham sho'l baribir nomer alayman. Bu o'sha yangilangan versiya ekanda. O'sha sezdim-da o'sha. Zo'r polirovka. Birinchi etapga ishlatmaganlar bo'lsa, bu yaxshi usta, necha yillik usta, mana ozgina grammlab berib yubordim, kompot bo'lib qoldi, mana kilolab olyapti. Bitta ishlatdim, voy joning sog' bo'lsin. Shunaqa duo qilib ishlatdim. Vaqtdan ham yutar ekansan, misol uchun. Shu polirovka va UFC mexi bilan Luboy polirovka va Luboy ustalar bilan tashlashib qo'ya olasan-da, to'g'rimi? Libboy bilan farqi yo'q. Vizovmi bu, nima deydi? Vizov mana qabul qilinglar, Vizov ketdi. Mana ko'kchaliklar mana mashina ishlatadi. Boshqa rayondagilar bilan, boshqa detaylinchilar bilan Libboy bilan tashlashamiz. Qattiq Vizov bo'ldi. Mana shu polirovka birinchi etap UFC mexi bilan Luboy usta bilan Luboy polirovka bilan tashlashaman deyapti. Faqat sof, halol urush janjallasiz, to'g'ri, hakamlar bilan bo'ladi, agar bo'ladigan bo'lsa.